Agar siz Marvel filmlarini tomosha qilayotgan bo'lsangiz, lekin so'nggi voqealarni tushunmayotgan bo'lsangiz, bu normal holat, chunki Marvel hozir butunlay yangi davrga o'tmoqda va Qasoskorlar 5 hamma narsani o'zgartirib yuborishi aniq. Bugun biz shu o'zgarishlarning hammasini oddiy va tushunarli qilib ko'rib chiqamiz va bu video Qasoskorlar qiyomat kuni filmiga tayyorgarlik bo'ladi. Shuning uchun yaxshiroq o'rnashib oling va boshlanishidan oldin videoga like bosishni unutmang. Marvel Endgame'dan keyin yangi katta hikoya boshlamoqchi edi. Oldingi davrda hamma voqea Thanos atrofida qurilgan edi. Shuning uchun yangi davrga yangi katta yovuz kerak bo'lishi aniq. Shu sabab Marvel Kangni asosiy yovuz sifatida tanladi. Nega aynan Kang? Chunki u vaqt bo'ylab sayohat qila oladi va har xil versiyalari bor. Bu esa Marvelning yangi g'oyasi, multiversiya, ya'ni parallel olamlar uchun juda ham mos tushar edi. Dastlab hamma reja aniq edi. Loki seriali orqali multiversiya ochiladi. Chumoli odam 3 filmida Kang to'liq ko'rsatiladi. Keyingi filmlarda esa Kang asosiy yovuzga aylanadi. Eng katta yakun esa Qasoskorlar 5 da bo'ladi. Lekin hammasi o'ylangandek ketmadi. Chumoli odam 3 filmi chiqqanidan keyin u kutilgandek taassurot qoldirmadi. Tomoshabinlar ham Kang obrazini juda katta yovuz sifatida qabul qilmadi va u Thanosdan kuchli deb hisoblashmadi. Shaxsan o'zim ham. Keyin esa real hayotda ham muammolar chiqa boshladi. Kang rolini o'ynagan aktyor Jonathan Majors atrofida jiddiy sud ishlari va muammolar paydo bo'lishni boshladi. Shundan keyin Marvel bu obrazni va personajni, aktyorni asosiy yo'nalishdan asta-sekin olib tashlashga majbur bo'ldi. Natijada Kang davri rejasi bekor qilindi. Keyin esa Marvel yangi yo'lga o'tdi va bu yo'lning markazida Doktor Doomni tanlab oldi. Nega aynan Doktor Doomni tanladi? Bunga bir nechta aniq sabablar bor. Ularni keltirib o'taman. Birinchidan, Marvel komikslarda Doktor Doom oddiy yovuz emas. U bir vaqtning o'zida ham olim, ham hukmdor, ham sehrli kuchlarga ega bo'lgan juda aqlli personaj, ya'ni u faqat kuch bilan emas, aql bilan ham jang qila oladi. Ikkinchidan, Doomning eng katta afzalligi u butun olam uchun xavf tug'diradigan darajadagi yovuz. U faqat bitta qahramonga emas, butun multiversiyaga ta'sir qila oladi. Uchinchidan, Kang rejasi ishlamay qolgandan keyin Marvelga juda kuchli va ishonchli asosiy yovuz kerak edi. Tomoshabinlar darhol jiddiy qabul qiladigan, tarixga ega bo'lgan obraz kerak edi. Doktor Doom esa Marvelning eng katta va eng mashhur yovuzlaridan biri hisoblanadi. Yana bir muhim sabab Fantastik to'rtlik. Doktor Doom shu jamoaning asosiy dushmani. Yaqinda Fantastik to'rtlik ham Marvel kino olamiga to'liq kirib keldi. Bu esa Doomni katta hikoyaning markaziga olib chiqish uchun juda ham qulay imkoniyatni berdi. Shu sabab Marvel yangi katta yo'nalishni aynan Doktor Doom atrofiga qurishni reja qildi. Endi hammani bitta savol qiziqtirishi aniq. Doktor Doom haqiqatan ham Thanosdan ham kuchliroq xavf bo'la oladimi? Menimcha ha, bo'la oladi va balki undan ham ancha xavfliroq chiqishi mumkin. Negaki, hozir Doktor Doom haqida qisqacha gapirib bergandan keyin aniq bilib olasiz. Doktor Doom Marvel olamidagi eng aqlli va eng xavfli yovuzlardan biri hisoblanadi. U oddiy kuch bilan emas, asosan aql, ilm va sehr orqali harakat qiladi. Uning asl ismi Victor Van Doom. U kichkina davlatni boshqaradi va o'zini shunchaki hukmdor emas, balki butun dunyoni tartibga solishi kerak bo'lgan inson deb hisoblaydi. Doomning eng katta xususiyati shundaki, u o'zini hech qachon yovuz deb bilmagan. Aksincha, u o'zini to'g'ri ish qilayotgan inson deb o'ylaydi. Shu tomoni Thanosga o'xshab ketadi, chunki Thanos ham qilayotgan ishlari yovuzlik deb emas, balki aksincha insonlarga yordam, resurslarni qolganlarga yetishi uchun yordam qilyapman deb o'ylab qilgan. Aynan shu taraflari Thanosga o'xshab ketganligi uchun ham Doktor Doomni muxlislar uni juda ham hurmat qilishadi va ustiga ustak aktyor ham Robert Downey Jr. Doom juda kuchli olim, u texnologiya bilan ham, sehr bilan ham ishlay oladi. Marvel olamida bunday kombinatsiya juda ham kam uchraydi. Yana bir muhim narsa, Doom juda mag'rur va hech kimga bo'ysunmaydi. Hatto yovuzlar bilan ham o'z qoidasi bo'yicha ishlaydi. Komikslarda u bir necha marta butun olamga xavf solgan vaziyatlarga sabab bo'lgan. Ba'zi hikoyalarda hatto butun multiversiya ustidan nazorat qilishga harakat qilgan. Shuning uchun ham Doom oddiy yovuz emas, u rejali, aqlli va juda uzoqni ko'ra oladigan xavf sifatida ko'riladi. Agar Kang vaqt bilan o'ynashsa, Doom butun haqiqatni o'zgartirishga harakat qiladi. Shu sabab Marvel uni yangi davrning eng katta markaziy yovuzi sifatida tanlayotgani mantiqan to'g'ri ko'rinadi. Endi hammasini bog'laydigan eng muhim narsa multiversiya, ya'ni parallel olamlar masalasi. Marvel bu g'oyani asta-sekin ochib berdi. Avvalgi oddiy voqealar edi, keyin esa bir xil qahramonlarning boshqa versiyalari paydo bo'la boshladi. Masalan, bir olamda qahramonlar yaxshi bo'lsa, boshqa olamda yovuz bo'lishi mumkin. Bu g'oya tomoshabinga juda katta imkoniyatlar berdi. Endi Marvel faqat bitta hikoya emas, balki minglab variantlardagi hikoyalarni birga olib ketishi kerak. Lekin muammo shundaki, multiversiya kengaygan sari hamma narsa chalkashib ketaveradi. Kim qaysi
olamda kim asl qahramon, kim o'zgargan, bularni tushunish juda ham qiyinlashib ketadi. Shu sabab Marvel endi bu hikoyani bitta katta nuqtaga olib kelmoqchi va bu nuqta aynan Qasoskorlar 5. Hozirgi taxminlarga ko'ra bu filmda turli olamlar bir-biriga to'qnashishi mumkin, ya'ni bir nechta haqiqatlar bitta katta jang maydoniga aylanadi. Bunday holatda qahramonlar faqat tashqi dushman bilan emas, balki boshqa olamdagi o'z versiyalari bilan ham to'qnashish kelishlari mumkin. Bu esa vaziyatni yanada murakkab va xavfli qiladi. Aynan shunday voqealar komikslarda ham bo'lgan, ya'ni Secret Wars'da menimcha Qasoskorlar 6, ya'ni Maxfiy urushlar filmi ham aynan shunday bo'ladi. Ya'ni bu filmda aniq olamlar to'qnashuvi bo'ladi va Doktor Doom g'alaba qozonadi yoki Doktor Doom yaxshilik tomoniga o'tadi. Xullas, uni qanday rejalashtirayotganlari hozircha ma'lum emas, lekin anig'i olamlar to'qnashuvi bo'ladi. Ko'plab personajlar yo'q bo'lib ketadi. Misol uchun X-menlarning asosiy qismi katta ehtimol bilan yo'qolib ketadi va biz keyingi fazada, X-men fazasida yangilangan X-men a'zolarini ko'ramiz. Bu endi shunchaki taxmin, chunki komikslarda aynan shunday bo'lgan. Ya'ni olamlar bir-biriga to'qnashib ketadi. Doktor Doom esa o'zini Battle World nomli o'zining shu olamini yaratib olib, hamma qahramonlarni bir-biriga urushtirib, maxfiy urushlar komiksi boshlanib ketadi. Taxminlar aynan shuni ko'rsatyapti. Hozir juda ko'plab insayderlar aynan shu narsani aytishyapti. Eng qiziq savollardan biriga ham yetib keldik. Yangi Qasoskorlar tarkibi kimlardan iborat bo'lishi mumkin? Hozir Marvel kino olamida eski avlod asta-sekin chekinmoqda. Tony Stark va Steve Rogers kabi asosiy qahramonlar hikoyani yakunlab bo'lishgan. Shuning uchun yangi davr yangi qahramonlarni talab qilmoqda. Hozir esa asosiy markaziy qahramonlardan biri bu menimcha O'rgimchak odam. U yosh avlodning yuziga aylanishi mumkin. Yana bir muhim qahramon bu Doctor Strange, chunki u multiversiya bilan bog'liq barcha muammolar ichida yuribdi. O'rgimchak odam bilan bo'lgan o'sha O'rgimchak odam 3 filmda 3 ta o'rgimchak kelgan sahnada ham u markazda edi, o'zini filmida ham multiversiyaning buzilishida olamlararo sakrab yurishlarda ham o'zi o'shani ichida yurdi. Hamma balo-battarlarning ichida aynan Doctor Strange'ni o'zi yuribdi. Shu sababdan u ham baribir aynan shu Qasoskorlar 5 filmida markazga chiqadi va markaziy qahramon bo'lishi men uchun 99% aniq, endi qolganlarini bilmadim. Ulardan tashqari Thor ham hali hikoyadan chiqib ketgani yo'q. U ham tajribali jangchi sifatida muhim rol o'ynashi aniq, chunki Thor bu filmda asosiy qahramon bo'lishi aniq deb insayderlar tasdiqlashdi. Hattoki Marvelning o'zi ham buni tasdiqladi. Demak, Thor asosiy planga chiqadi. Yangi avlod qahramonlari ham asta-sekin kirib keladi. Masalan, Sam Wilson ham endi bu yoqda yangi Kapitan Amerika bo'lib turibdi. Undan tashqari Marvel yangi jamoani, ya'ni Fantastik to'rtlikni ham qo'shib keldi. Har holda Momaqaldiroqlar filmining titrlardan keyingi sahnasida biz ularni ko'rdik. Marvel taqdim etgan teaserda ham ularni Wakandaga kelishganini ko'rsatishgan. Ulardan tashqari esa X-men a'zolarini ham ko'ramiz albatta. Ular ham bir jamoa bo'lib Doktor Doomga qarshi kurashishadi. Lekin eng katta savol shundaki, eski va yangi qahramonlar bir jamoada ishlaydimi yoki bir-biriga qarshi chiqadimi? Agar multiversiya haqiqatan ham to'qnashsa, turli olamlardan kelgan qasoskorlar, qahramonlar bir-birini tushunmasligi ham mumkin va shu sababdan yangi va eski tarkib bir-biriga qarshi chiqishi ham mumkin va aynan shu tartibsizliklardan Doom foydalanib ketadi degan taxminlar va nazariyalar yuribdi. Qasoskorlar 5 nimani o'zgartiradi degan savolga ham javob izlab ko'rsak, agar hozirgi voqealarga qarasak, Marvel oddiy film emas, balki butun bir yo'nalishni yopib, yangi yo'nalishni ochishga tayyorgarlik ko'rayotganini ko'rishimiz mumkin. Oldingi davr Thanos bilan yakunlangan edi, endi esa yangi davr butun multiversiya bilan bog'liq bo'ladi. Eng katta o'zgarishlardan biri qahramonlar endi faqat bitta olamda emas, bir nechta olamlar ichida harakat qiladi. Bu esa janglarni yanada murakkab qiladi, chunki har bir qaror butun boshqa olamga ham ta'sir qiladi. Yana bitta katta o'zgarish, eski va yangi qahramonlar bir joyga to'qnash kelishi, bu boya aytib o'tgandek 99% aniq, ya'ni bir-biri bilan to'qnash keladi va bir-biri bilan jang qilib tartibsizliklar sodir bo'ladi. Agar o'sha taxminlarimiz to'g'ri chiqadigan bo'lsa va Doktor Doom markaziy kuchga aylanib hammani yengadigan bo'lsa, Doktor Doom faqatgina bitta olamni emas, barcha multi olamlarni egallashga harakat qiladi. U Lokini oldin ham aytib o'tganmiz, ko'plab blogerlar aytib o'tishdi. Ko'plab insayderlar ham tasdiqlashyapti. Lokini o'ldiradi, ya'ni Tom Hiddleston ijrosidagi Loki endi o'ladi. Bilmadim, Bayonderga aylanadi deyishyapti. Ishonmayman. Sizlarga ham ishonishni maslahat bermayman, lekin katta ehtimol bilan Doktor Doom Lokini o'ldiradi va barcha multi olamlarni qo'lga oladi deyishyapti.
Chunki aynan bu film juda ham katta loyiha. Aynan shu film uchun Qasoskorlar final filmini qaytadan namoyish qilib, Qasoskorlar final filmini o'zgartirishadi. Tasavvur qilishingiz uchun, Qasoskorlar final filmi hozir eng kasabop filmlar ro'yxatida 2-o'rinda turadi. Bu filmni yana qaytadan o'zgartiradi va qaytadan kinoteatrlarga namoyish qilishadi va qaytadan u 1-o'ringa chiqib olishi ehtimoli 99% aniq, chunki unga qo'shimcha sahnalar qo'shilishi deyarli aniq. Bu ma'lumotlar menimcha sizga tanish bo'lsa ham kerak 99% qismi, chunki ko'plab blogerlar bularni Telegram kanallarida ham, YouTube'dagi videolarda ham aytib o'tishyapti. Agar siz hali ham meni Telegram kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Telegramga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turasiz. Shunday ekan, Telegramga ham obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lar edim. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda Marvel juda ham zo'r o'zgartirishlar qilyapti va Qasoskorlar Qiyomat kuni filmi juda ham intiqlik bilan kutilayotgan filmlar bo'lyapti. Qisqa hayajonlar bilan video qildim va videoni hech qanday pauzalarsiz iloji boricha yozib olishga harakat qildim. Shunday ekan, obuna bo'lib, agar yoqqan bo'lsa video like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.